Akalar, O'zbekistonda trendga chiqib turgan mahsulotimiz yem mishalka. Ozgina changidi, endi boshqa iloji yo'q. Qarang mana, bunda hozir quruq somon tiqib qo'yishgan. Yem yo'qligi sababli narxlari 6,5 million so'm. Dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab. Bu necha kilogacha yem aralashtiraveradi? 500 kilo, 600 kilo. 500-600 kilogacha bemalol aralashtiraveradi. Akalar, pastda o'zini eshikchasi bor. Aravami, qopmi, любой narsa qo'yasiz. Yemni ham o'zi to'kib beradi. Qo'l mehnati, faqat siz ichiga yemni solib bersangiz bo'ldi. Motori qanaqa buni? Motorlari 0.55. 0.55. Vayno reduktor. Aha, kam rasxodli ekanda. Kam rasxodli. Soatiga 300 so'm kilogramm rasxod qiladi. Soatiga 300 so'mgacha. Motor baquvvat. Reduktorligicha remenga yasamaganmi? Aha, revelli emas, nimali ya bu reduktorli. Cheres reduktor. Cheres reduktor akalar, narxi 6,5 million so'm, tagida o'zi yuradigan mana bunaqa balonchasi ham bor. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar, pastga nomerlarni qoldirib qo'yamiz.